Ovqatni ichida jiyda. Ovqatni ichida jiyda. Bismillah. Oddiy jiyda. Shirin ta'mi yo'q ekan lekin. Wow. Go'shiga qaraganda suyagi kattaroq ekan. Rosa ko'p qaynatishganidan go'shlari suyagidan yechilib ketyapti. Qani bismillah. Go'sh qip-qizil ekan. Kecha Katiz qaynonam bilan o'yin qilayotganimizda sentyabrda O'zbekistonga borib kelmoqchiman desam, g'alati bo'lib qoldilar. Sirazi so'radilar, qancha kunga ketyapsan deb. Unisi aniq emas dedim. Yana ko'pga qolib ketmagina, bo'lmasam politsiyaga berib yuboraman dedilar. Nimaga men bilan yashamoqchi emas edingiz o'zi desam, ko'p gapirma, ovozini o'chirib qo'ylar. Kecha ovqatlanayotganimizda og'zimga narsa yopishib qolgan shekilli. Keyin artib qo'yaman deb artib qo'yib, birdaniga yaxshi bo'lib ketdilar.